Bugungi kunda nabiralar tarbiyasi bilan shug'ullansada Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali mashhurlikka erishayotgan bloger buvi Nargiza Qodirova jajji nabiralari bilan marhamat ularni qarshi olamiz. Marhamat. Voy asallarim, shakarlarim. Assalomu alaykum. Nargiza opa, yaxshimisiz? Keling. Marhamat, kelinglar. Voy bolajonlarni bularni qarang, kiyimchalarini bir xil qilib kiyintirib qo'yibsiz o'zingiz bilan. Keling, o'tirib oling. Nargiza opa, yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan xursandman. Bir necha yillik tanishmiz. Hozir efir boshlanishidan oldin siz bilan suhbatlashdik. Ancha yillar oldin. Siz ayollar sartaroshsiz o'zi asli. Teletomoshabinlarimiz balki bilishmas. Men Nargiza opamni yonlariga borardim. Shunaqa tasvirga olish jarayonlaridan oldin borib chiroyli bo'lib kelardim. Sochlarimni, makiyajlarimni qilib chiroyli qilib qo'yardingiz. Nargiza opa, qarang, bugunga kelib nabiralarni sevimli buvijonisiz. Xuddi shunday. Oradan shuncha vaqt o'tib, endi aytingchi, o'sha o'zingizni asl kasbingiz maroqliroqmi yoki nabiralarga buvilik qilib, ular bilan birga vaqtingizni o'tkazishingiz boshqachami? Assalomu alaykum. Bizlarni hozir bu blogerligini yurgizishimiz vaqtinchalik. Navaralarim ozgina ulg'aysa, bularni ham o'zimni kasb hunarimga kelajakdan yo'naltiraman. Hali bular ozgina kichkina, lekin uyda ozgina o'rgatib turibman. Hozir o'sha sartaroshlik kasbini. Kelajakda yana o'zimni kasbimga qaytish maqsadim bor. Nargiza opa, qarang, Instagramingizni kuzatishadi. Menimcha tomoshabinlar orasida ham bor shunday muxlislar. Instagram ijtimoiy tarmoqda sizni sahifalaringizni, joylayotgan postlaringizni ko'rib borishadi va qanchalik e'tiborli buvijon ekanligingizni bilishyapti tomoshabinlar. Va hozirgi kunda o'zingiz ham aytyapsiz, bu men uchun hobbi, nabiralarim katta bo'lgandan keyin jiddiy mavzularga o'tamiz, ya'ni bularni kasb hunarga yo'naltiramiz deb. Lekin bilamizki, qayerga borsangiz ko'pincha nabiralaringiz siz bilan doim yoningizda. Bu ota-onalarga ham katta yordam bo'ladi, to'g'rimi? Chunki ota-onalar ishda bo'lishgan paytda nabiralarga buvijonlari, bobojonlari qarashib turishsa, bu eng katta ko'mak bo'ladi menimcha. Qayerga borishni nabiralaringiz ham tanlashadimi? Ularning ham xohishlariga, fikrlariga quloq solasizmi? Ha, quloq solaman. Ayniqsa Muhammad Alini ko'proq gaplariga quloq solaman. Buvijon sayohatga chiqaylik desa, o'zim ham bilamanki, bular sayohatga chiqishni yana xohlaganligini sezib, o'zim bir joylarni plan qilaman. Ha. Nabiralar fikrlari bilan ham qiziqasiz demak. Ha, qiziqaman. Qiz nabiralaringizchi? Ular necha yoshda? Ular bilan ham endi sekin-sekin dastur davomida suhbatlashamiz. Keling, hozir tanishaylik. Ismingiz nima? Mana katta nabirangizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Halima. Yoshim 9 da. Halima, maktabda o'qiysiz? Ha, 3-sinfman. 3-sinfda o'qiysiz. Yaxshi, barakalla. Singiz yoningizda. Qani? Assalomu alaykum. Mening ismim Muslima. Necha yoshsiz Muslima? Yoshi 6da, bugun 6ga kirdi. Voy, bugun tug'ilgan kuningizmi? Voy, tabriklaymiz Muslimaxon. Studiyamiz ijodkorlari nomidan tabriklaymiz. Baxtli qiz bo'ling, katta qiz bo'ling. Bu joningizga o'xshagan shunaqa chiroyli, har ishda usta bo'ling. Tabriklaymiz Muslima. Barakalla. Mening ismim Mubina. Yoshim 7 da. 2-sinfman. Maktabga borasizmi? Ha. 1-sinfga borasiz? 2-sinfga. 2-sinfga borasizmi? Voy, barakalla. Muhammad Ali dedingiz ismlarini. Kulishlarni qarang. Ismingiz nima? O'zingiz ayting. Muhammad Ali. Necha yoshsiz? 3 yosh. 4. Necha yosh? 4 yoshmilar? Voy, barakalla. Siz bog'chaga borasizmi Muhammad Ali yoki faqat buvijoningiz bilan birga yurasizmi? Qayerga borsalar? Bog'chaga borasizmi? Bog'cha yoqadimi? Oy, barakalla. Asal to'ylarim. Hali sizlar bilan mashg'ulotlar haqida, qiziqishlaringiz haqida gaplashamiz. Xo'p, hozir buvijoningizga yana savolim bor edi. Nabiralaringiz hali yosh bo'lishiga qaramasdan, siz ularga ro'zg'or ishlarini ham o'rgatib borasiz. Nargiza opa, shu kuzatishlarimdan aytyapman. Shu qizlaringiz uchun, qiz nabiralaringiz uchun kerak bo'ladigan tikish, bichishmi yoki o'sha ovqat tayyorlashmi, boshqami? Nima shu qizlarga kerak bo'ladigan hunar bo'lsa, shularni o'rgatib, tarbiyangizni qo'llaysiz.
boshlaysiz buni? Bunga o'zlari qiziqishadimi yoki siz o'zingiz ma'qul ko'rganingiznigina o'rgatasizmi? Bular kichkinaligidan bilmaydi, nimani qiziqish, nimani tanlashni bilmaydi. O'zim shu yo'nalishga yo'naltiryapman. Yoshligidan hunarni o'rgatyapman. Bo'sh qo'ymayman. Umuman qo'llariga telefon bermayman bularni. Mana telefonsiz uyda hamma yumushlarni o'zlari bilib qiladi. Tikish bitishlarni ham o'rgatib kelyapman, ovqat qilishlarni. O'zlari mustaqil ovqat ham pishirishni уже boshladi. Katta navaram. Birinchilarni o'zi chiroyli qilib beradi. Qaysi ovqatlarni bilasiz? Man ko'proq shu bolalarga yaxshi bilinchi qilib beraman ko'p. O'zingiz mustaqil tayyorlay olasiz, bu joningiz o'rgatganlar. Ha. Voy, barakalla. Hozir mana ekranda ham ko'rsatishdi sizni sahifangizdagi tasvirlarni, videolarni. Hozir Instagram sahifangizga joylangan bir video tasviri bor. Keling, hozir hammamiz birgalikda shuni ko'ramiz. Keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz, xo'p? Bizlar xilminda qilamiz. Birinchi bo'lib unni elab olishdan boshlaymiz va xamir qoramiz. Xamirimizga tuz va suv qo'shamiz. Tingan xamirimizni zuvolachalarga bo'lib, navaralarim yordamida g'ilmindini yoyishni boshlaymiz. Navaralarim ancha-muncha qo'lidan kelib, menga yordamchi bo'lib qolibdi. Tingan zuvolachalarimizni birin-ketin yoyishni boshlaymiz va bu asal qizchalarim bilan g'ilmindilarimiz qanchalik shirin chiqishini siz azizlar bilan bo'lishamiz. Qo'ldan kelguncha g'ilmindini tayyorlash usulini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana xamirlarimizni yoyib bo'ldik. Yupqa qilib yoyilgan xamirlarimizni qozonga solib birma-bir qotirib olamiz. Buni bizda qotirma deyiladi. Zominimizda mana shunaqa usulda qilinadi. Qotirilgan yupqalarimizni kilonkaga solib o'rab qo'yamiz va sizlarga bu usulda ham qotirishni ko'rsataman. Keyin qozonga sutimizni solib, ozgina un aralashtiramiz va shakar atalarimizni qilib olamiz. Pishirilgan shirin atalalarimizni yoymalarimizga birma-bir solib chiqamiz va navarlarga ham solishni o'rgataman. Men bilan birga mana shu qizlarim qilishni o'rganib oldi. Mayli, ozgina yirtildi, hech qisi yo'q. Ana shuni takamiz ham kirib kelib, hammamizni ishimizga xalaqit bermoqchi bo'ldi-yu, lekin u atala yeyishga kelgani bilinib qoldi, chunki opalariga podxod qilib chiqdi. Ana bo'lmasam, atala yeyishga kelgani bilinib qoldi. Endi mana saryog'imizni tovaga solib qizdiramiz va birma-bir g'ilmindilarimizni yog'lab chiqamiz. Bu asli saryoqqa bo'linadigan taom. Mana g'ilmindimiz tayyor bo'ldi. Qani endi navaralarim mazza qilib g'ilmindini yeb, qanday bo'lganligiga hozir o'zlari baho beradi. Qani, yaxshi chiqibdimi? Oh. Tushlik vaqti yaqin va sizlar tayyorlagan g'ilmindini men ham yegim kelib ketdi. Nima qilamiz endi? Mehmonga boraman bir kun. Albatta, boring. Juda chiroyli. Qarang, hozir o'zingiz hali kichkina bo'lishlariga qaramasdan qiz nabiralaringizga shunaqa tansiq taom g'ilmindi. Jizzax viloyatida ko'p tayyorlanadi. Jizzaxda, Sirdaryoda. Asli zominlikman. Bizni zominda bu milliy taom hisoblanadi, lekin hozir hamma xonadon ham bu ovqatni qilish esdan chiqqan. Ko'proq sotib olinadi. Lekin men o'z qo'lim bilan bularga qilishni o'rgataman. Kelajak avlodda bular mendan keyin ham shu ovqatni bizni milliy taomni faxrlanib tayyorlab yeyishini xohlayman. O'zim ham rosa yaxshi ko'raman. Nargiz opa g'ilmindini men onam tayyorlaydilar. Xamirini xuddi sizdek qilib o'zlari tayyorlab pishirib beradilar. Endi hozir o'zimiz ham kattamiz, farzandlarimiz bor, lekin ochig'ini aytaman, men bilmayman. Shu video tasviri orqali hali yana bir ko'rib chiqib o'rganib olaman. Albatta, sizdan ko'rgan retseptim bo'yicha tayyorlab ko'raman. Bizning oshxonamizda ham mana hozir jarayonlar ketyapti. Oshpazimiz bir mazali taomni bizga ulashadilar bugun. Taomning nomi nima, nimalar qo'shiladi, keyin albatta siz bilan birgalikda bilib olamiz. Endi Nargiz opa bizni o'zi azaldan doda buvilari katta qilgan, ularni tarbiyasini ko'rgan bolalarimiz boshqacha ulg'ayishadi. Tan olishimiz kerak buni. Chunki ota-onalar ba'zan sabrsizlik qilamiz, nimadir savol bersa to'xtab tur, ishim ko'p, boshimni og'ritma, chetga o'tib tur, keyinroq javob beraman. Shu bilan farzandlar bee'tibor qolib ketishadi ba'zan.
lekin bular shunaqa xislat borki, bularda nabiralari oldilariga yugurib chopqillab kelib, buvijon mana bu nima bo'ladi, mana bu nima uchun bunday deb savol bersa, hamma ishini chetga qo'yib nabiralarni savollariga to'liq javob berishadi va bu tabiiyki bolani kelajagiga, uni rivojiga, uni komil inson bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi, katta yordam beradi va xalqimizda shunday gap ham bor, onasi ko'rgan qizni, onasi tarbiya qilgan qizni ol deydi yoki onasiga o'xshagan qizni kelin qilgin deyishadi, lekin men aytgan bo'lardimki, buvisini tarbiyasini ko'rgan qizlar baribir boshqacha bo'ladi deb aytardim. Nargiz opa, mana hamma oiladagi kabi sizni oilangizda ham albatta o'ziga xos qadriyatlar, an'analar bor. Shu o'rinda farzandlaringizga va nabiralaringizga ularni o'rgatishda, singdirishda qanday yo'llardan, qanday usullardan foydalanyapsiz? Men ko'proq mana shu farzandlarimga yoshligidan kasb hunarni o'rgatib kelganman. 12-14 yoshidan ishlashni boshlagan. Maktabdan keyin mana shu abitdan keyin ozgina vaqt bo'ladigan jarayonda men hunar o'rgatib, ham o'qib, ham o'sha hunarni o'rganishga yo'naltirganman. Mana hozir o'zini kasbini ustasi, bemalol ayta olaman, o'zini oilasini keragidan ortiq boqishga qurbi yetadigan darajada men yo'naltirishga solib qo'ydim. Endi navbat navaralarni tarbiyalash. Navaralarimga men ko'proq milliylikni, o'zimizni, o'zbekligimizni ko'proq singdiraman. O'zimizni mana yurtimizni 2 marta 12 ta viloyatni aylanib keldik. Kanikulda olib borib keldim. Gruziyaga olib borib keldim, Checheniyaga, Turkiyaga mashinamda olib borib keldim navaralarimni. Qo'yli, o'zingiz avtomobilda? Ha, xuddi shunday. Har bir chegaradan o'tganda o'zlarini pasporti bilan o'tishi, har bir chegarada o'sha davlatni pul birliklarini ko'rsatishni, hamma tarixiy obidali shaharlarni ko'rsatishiga harakat qilaman. Endi vizasiz davlatlarga chiqdik. Endi xudo xolasa vizali Yevropalarga ham sayohat qilishni maqsad qilganman. Qo'lim yetgancha, aqlim yetgancha, umrim yetgancha shularni dunyo kezdiraman. Xudo xolasa oldimizga maqsad qo'yganmiz. Shu maqsadlarimga erishsam, men dunyodagi eng yaxshi, baxtli buvijon deb o'zimni hisoblayman. Hozircha o'zimga bahoni 3 qo'yib turaman. Hali 5 qo'yadigan daraja kelganda o'zim baralla ayta olaman. Hozircha mana shularni tarbiyasi bilan shug'ullanib kelyapman. Ofarin Nargiz opa. Mana nabiralaringiz bilan ko'p sayohat qilasiz va shu sayohat davomida endi 5 kunmi, 1 haftami, 10 kunmi ular bilan birga vaqt o'tkazasiz, to'g'rimi? Shu paytda baribir bolalarni kuzatib, bunisi bunday, mana bunisi mana boshqacha sifatga ega deb baribir kuzatasiz-ku. Nimalarni kashf qilgansiz nabiralaringizga qarab? Men bularda nimani kashf qildim? Sabrliligiga qoyil qolaman. Chunki yo'l yurish oson emas. Kattalar kerak bo'lsa, ba'zan sabrsizlik qilishadi uzoq yo'lda. Masalan, Gruziyaga avtomobilda necha soatda borish mumkin? Bizlar 15 kunda borib keldik. Tez borib kelganimizda. Soatlar haqida gapiryapman. Bu 15 kunda borib keldik. Yo'l-yo'lakay to'xtab. Bir kuniga 1,5 ming, 1200 kilometrlab yurdik. Chunki kanikulimiz tugab qolishiga yetib kelishimiz kerak edi. Navruzdagi 10 kun kanikulga biz mo'ljallab ketgandik, baribir ozgina kechikdik, 3 kunmi, 4 kun kechikdik. Lekin o'shanda bir narsani aytmoqchiman, bir cho'lda magazindan to'xtab biz narsa olmadik, keyingi yaxshiroq magazin chiqsa olamiz dedik. Yo'q, u joyda 8 soatmi magazin chiqmadi. Shunaqa cho'l, Rossiya bilan qaysidir anaqani o'rtasida. Suvsiz, nonsiz qolib ketdik. Lekin shunda ham bular sabr qilishdi. chidadi. Ayniqsa Muhammad Ali sabr qilaylik deganiga men bular sabrli. Beklarim jimirlab ketdi. Yo'q, mani bolalarni ancha matonatiga qoyil. Yig'lab cho'lni o'rtasida yig'lab tursa ham topib berishga tayyormiz biz, lekin yo'q narsani ham hazm qilib, sabr qilib, o'yin kulgini qo'yib, mashinaning ichida o'ynab borib kelganmiz shunda ham. Qarang. 8 soatda men bilganman bularni sabrliligini. Qarang, lekin bolalar agar hozirda mana baribir sayohat deymiz, boshqa agar chet davlatga uchamiz desak, nima samolyotda 2 soat 3 soatlik yo'l, misol uchun Gruziyani o'ziga 3 soatda yetib borsa bo'ladi. Lekin avtomobilda 14-15 kunlab yurib, yana yo'lda shunaqa sarguzashtlar bo'ladigan bo'lsa, bu bolalarni haqiqiy matonatli qilib
katta qiladi, ulg'aytiradi va albatta ularni fe'l-atvoriga ham, xarakteriga ham shakllanishiga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Ko'p narsani menimcha. mo'ljallaganman. Buni ketidan yoshligidan sayohat qilsa, Dunyo o'sha ko'rsa. dunyo ko'rsa, ertangi kunda chet ellarga borsa, nima deydi, qayerga qarab yurishni bilmay qolmaydida, o'zlari mustaqil o'zini boshqarishiga hozirdan men bularga poydevor bo'lib kelyapman. Qo'ldan kelguncha mana shularni Zo'r, qoyilman Tarbiyalab Nargiz opa. kelyapman. Farzandlaringiz, nabiralaringiz endi oilada shunaqa bo'ladi-ku, oilaviy o'yinlar o'ynab turishadi yoki hamma bir dasturxon atrofida jam bo'lib nimadir bir fikr tashlanadi, shu fikr bo'yicha hamma o'zini munosabatini bildiradi. Sizlarda qanday oilaviy o'yinlar ham nabiralar bilan o'ynab tursangiz kerak-a? ha, biza oilaviy Qiziqishadimi? o'ynab turamiz, lekin ko'proq nima deydi, o'sha men kasb hunarga yo'naltiramanda bularni. O'sha o'yinda ham kasb hunar Foydali qilib, bo'lsin kim deb. chiroyli, kim dazmolni yaxshi qiladi, kim to'g'ri chokni tikadi, kim avirlokni, hammasi bo'lib olgan. Mana Muslima avirlokni yaxshi qiladi. Bizning barakalla. o'yinimiz shundan iborat. O'yin o'z vaqtida bo'ladi, lekin ko'proq mana shu Foydali o'yin o'yinlar-da. orqali men kasb hunarni bularga singdiraman. Voy, qanday yaxshi. Qarang, hozir bizni kim O'zbekiston telekanalida oila vaqti ko'rsatuvi jonli efirda tomosha qilayotgan bo'lsa, onalar, buvijonlar, mana Nargiz opadan sizga tayyor misol. Shunchaki o'yin o'ynash emas, endi to'g'ri o'yinlar bo'ladi, intellektual o'yinlar bo'ladi, bolani fikrlashini, dunyoqarashini kengaytiradigan, kasb hunarga yo'naltiradigan o'yinlar bo'ladi va hozir Nargiz opaning gaplari menga juda ma'qul bo'ldi. Agar buvijonlar sizni usulingizda nabiralarni tarbiya qilishsa, ya'ni foydali o'yinlar bo'lsa, bu nur ustiga nur bo'ladi menimcha. Va o'sha yoshlikda o'rgangani toshga o'yilgan naqsh kabi deyiladi-ku. Xoh u bilim bo'lsin, xoh u hunar bo'lsin, kelajakda o'zlariga albatta asqotadi. Nargiz opa, endi hozir ikki nabirangiz bilan biz bitta o'yin o'ynab ko'ramiz. Xo'p. Keling, kim chiqadi? Yuring. Halima, Mubina. Ziyrakliklarini, xotiralarini sinovdan o'tkazamiz. Marhamat. Keling. Siz bu yoq tomonda o'ta qoling. Muslima edi ismingiz? Mubina. Ha, keling Mubinaxon, nariyoq tarafga o'tasiz. Keling. Hozir endi qarang, shariklarni ko'ramiz. Mana qarang, sharlar. Men hozir buni o'rtasini bekitaman. Mubina bu tarafda turadilar va ranglarni bir xil qilib terish kerak bo'ladi. Xo'p, Mubina bu yoq tarafga o'ting. Mana qarang. Ochganimda orqa tarafdagi ranglarni ko'rib olasiz. Xo'p, 1-2, 3, 4, 6gacha qanaqa rang ketma-ketlikda turibdi. Keyin mana bu to'siqni ochaman. Siz joy-joyiga taxlab qo'yasiz. Bir xil bo'lish kerak, xo'p? Yoki siz bu yoqqa o'tasizmi? O'ta qoling. To'xting. Aha. Bo'ldi, keling. Bo'ldi. Ikkalalari ham shu tarafda turishar ekan. Bo'ldi, kelishdik. Endi hozir ochamiz to'siqni, ranglarni ko'rib olasiz va bitta tarafni ikkinchi tarafga moslab terib chiqasizlar. Xo'p? Boshladikmi? Ketdik. 1, 2, 3, 4. Yopdik. Ketma-ketlikda terib chiqamiz, xo'p? Boshlanishi yomon emas. Men hozir hayratdaman. Tayyormisiz? Tomoshabinlar, tayyormisiz? Ochamiz to'siqni. 1, 2, 3. Qarang buni. Ofarin sizlarga. Barakalla. Kim ko'proq eslab qoldi? Sizmi Mubina? Barakalla. Ketma-ket taxlab chiqishdi. Qarang, meni xotiramda qolmagan bo'lardi shu ranglar. Sariq, ko'k, yashil, qizil, sariq, yana ko'k. Ofarin, qarsak chalib qo'yamiz sizlarga. Olqishlar sizlar uchun. Ana endi ketdik, yana suhbatimizda davom etamiz. Mana xotirani qarang, qanchalikligini. Mana shunaqa o'yinlar ham foydali bo'ladi menimcha bolalarga. To'g'ri, endi bir pasda o'ynaladi, tugaydi, vaqt jihatdan qisqa-yu, lekin baribir shu ko'z xotirasi deydi-ku, bir qaraganda eslab qoladigan. Endi bolalarga, menimcha nabiralaringizga shubha ham yo'q edi. Murakkab choklarni tikishni biladigan, g'ilmindilarni mazali qilib pishiradigan bolajonlar sharlarni rang-rangiga moslab qo'yishni menimcha a'lo darajada uddalashlari aniq edi. Ofarin qizlar, barakalla.
endi boyagi savolimizga qaytamiz, Nargiz opa. Siz bu jon sifatida farzandlaringiz, nabiralaringizga oiladagi ahillikni mustahkamlash uchun, oilaviy qadriyatlarni, an'analarni yana keyingi avlodlarga yetkazish, davom ettirish uchun qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Oilamgami yoki boshqalarga? Boshqalarga. Boshqalargami? O'zingizni oilangizdan kelib chiqib. Qarangda, oilada farzandlaringizga gapingiz o'tadi. Asta-asta keyin ularni oilasi kengayib boradi. Balkim kuchingiz yetmay qolishligi mumkin. Yo'q, o'sha vaqtida siz nima deydi, oilani muhitini ushlab qola olsangiz, farzandlarga to'g'ri tarbiya bera olsangiz, sizni oilangizdagi bo'layotgan o'sha tarbiya deymizmi, davom etib keladi. Agar chig'iriqdan chiqib ketsa, u narsani joyiga qaytarib bo'lmaydi. O'shaning uchun aytaman, biz onalarda gap katta. Onalar bolalarimizni qanchalik tejab, tergab, o'sha hamma narsasiga qarab e'tibor qilsak, bu bizlarni nima deydi, ko'plar boshqacha baholaydi-da. Yo'q, hamma narsaga aralashaveradigan ona deyiladi. Mana bolalaringiz ulg'ayganda aralashmang desa, aralashmay qo'yavermash kerak. Hamma narsani qachonki ular yo'lini to'g'ri topib olguncha onani aralashishga haqqi bor. O'shaning uchun men shu narsani juda e'tibor qilaman. Bolalarimga haligacha tergiyman, har bir qadamini tergiyman va mana shunday xato qilmasligini, to'g'ri yo'lda yurishligini, hunarli bo'lib, bola chaqasini mana shunday to'g'ri tarbiya qilishni men ularga o'rgatib kelyapman. Endi qo'ldan kelguncha hamma narsani nima deydi, vaqt ko'rsatadi deydi-yu, shuning uchun mana endi nevaralarimni yaxshi tarbiya berib, hayotda vatanimizga bir nafi tegadigan farzandlar qilib yetishtirishda men bolalarimga ko'makdosh bo'lib turasam, xudo xolasa, mendan keyin bolalarim ham shuni qo'llaydi. Oilada mana shu narsani qo'llaydi. Men bularni sartarosh qilganim, sartarosh o'zi mana 25 yil men o'zim ishlab kelgan bo'lsam, sartaroshlikda juda bilinar bilinmas tarbiya maktabi bor. Har xil odam oldingizga keladi. Yomonni ko'rib nafratlanasizda, u narsani u qilgan ishni qilgingiz kelmaydi. Yaxshi odamni ko'rib, chiroyli, salyotni kiyinib kelgan odamni ko'rsangiz, vah, men ham shunday bo'lsam deb, masalan, odam o'ziga yaxshi odamdan o'rnak oladi. Kimni bolasi bezorlik qilib aytganini qilmay 14-15 yoshda vozrastdan o'tolmagan vaqtida menga telefon qilib yoki maslahat so'rasa, yoki sartarosh yoki mashina ustasi qilib qo'ygin, 2 yilda o'g'lingni tanimaysan yoki qizingni tanimaysan. Ko'plardan aytaman, Nargiz opa, meni o'g'lim ham sartarosh bo'ldi, mana endi chet ellarga ishlashga bormoqchi. Mana qarangda, uni yo'naltirish, har bir farzandni qalbiga ham quloq solish kerak. Mana shunday chiroyli kasbni singdirish kerak. Albatta, Nargiz opa, qalbingizdagi mehr, bolajonlarga, farzandlaringiz va nabiralaringizga bo'lgan e'tiboringiz hech ham so'nmasin. Har doim shunaqa sevimli buvijon bo'lib yuring. Doim nabiralaringizga yo'lchi yulduz bo'ling. Dunyo kezing, shaharlarni ko'rsating ularga va katta bo'lganlarida eslab yurishadi. Buvijonimiz mana yonimizdalar. Bizni bolaligimizda ko'p shaharlarni aylantirib dunyo kezdirganlar, mana shu hunarlarni o'rgatganlar deb hamma yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Bolajonlar, sizlarga ham katta rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bor tabriklaymiz. Juda chiroyli ishtirok etdingiz. Minnatdorchilik bildiramiz va ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatingizga ham omad tilaymiz. Rahmat. Bugungi tashrifingiz uchun katta rahmat, Nargiz opa. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Endi sizlarni